Uyda kimdir bor. Ikkinchi qism. Qizlar juda ham lёгкий makiyaj qilamiz, sababi kipriga ektirgani ketyapman. Может, kiprigimni laminatsiya qildirarman, kipriga ektirmasdan. Uyga yugurib keldim. Uyda opamdan boshqa hech kim yo'q. Opamning xonasining eshigi yopiq edi. Eshikni taqillatdim. Opam ichkaridan kim u deb baqirdi. Men Maftunaman dedim va eshikni shoshilib ochdi. Menga uyda kimdir bor dedi. Va men opamga nima bor uyda tushunmadim dedim. Men oshxonalarni yig'ishtirib, ozgina uxlamoqchi bo'lib xonaga kirib yotdim va xonaning eshigini yopganim aniq esimda. Va uxlayotganimda oshxonadan qanaqadir ovozni eshitdim. Birdan uyg'onib ketdim. Bilasanmi nima? Men o'zim xohlab uyg'onmadim. Kimdir meni qo'limdan tortdi va men cho'chib uyg'onib ketdim. O'rnimdan turganimda eshik katta ochiq va oshxonada vilkalar, qoshiqlar sochilib yotardi. Men juda ham qo'rqib ketdim, senga telefon qildim, dedi opam menga. Birinchi opamning gaplariga hech ishongim kelmadi, lekin opam yosh bola emas, meni aldamaydi. Va har kuni opam ikkalamiz birgalikda ishga borib keladigan bo'ldik. Va dam olish kuni uyda o'zim yolg'iz qoldim. Opam esa opamga uylanmoqchi bo'lib yurgan bir yigit bilan ovqatlangani chiqishdi. Uylarni tozalab, kirlarni kirmoshniga solib, charchab ketib, ozgina dam olish uchun xonaga kirdim. Opamda bo'lgan hodisa menda ham takrorlanishidan qo'rqqanim uchun uxlamaslikka harakat qildim. Lekin juda ham charchadim. Kuni bo'yi uyda o'rka qilganim sababli ko'zim uyquga ketib qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Uyda opasini bezovta qilgan narsa Maftunani ham bezovta qiladimi? U nima? Buni 3-qismda bilib olamiz.